Assalomu alaykum. Bu videoda biz Telegramda hech qanday dasturlashtirishni bilmasdan turib ham Telegram bot yaratishni o'rganamiz. Buning uchun biz Telegramga kiramiz. Telegramdan Safa Builder bot deb qidiramiz. Builder bot. Va birinchi chiqqan botga kiramiz. Botni ishga tushirib olib, kanalga obuna bo'lamiz. Keyin biz bot yaratish bo'limiga kiramiz. Bot yaratish bo'limida mana har xil turdagi botlar yaratishsangiz bo'ladi. Mahsulot bot, pul bot, nakrutka bot, xohlagan turdagi botlar yaratsangiz bo'ladi, tarjimon bot mana. Bizga Kinobot kerak, shuning uchun biz Kinobotni yaratamiz. Bot yaratishni bosamiz. Va biz bu yerga token tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz oldin bot vaziriga kirib turib yangi bot yaratib olamiz. New bot komandasi orqali botimizga nom beramiz. Kinobot. Keyin band bo'lmagan user kiritamiz. Oxiri bot bilan tugaydigan Kinobot. Tasiga raqam qo'yib qo'yamiz. Mana biz uchun bot yaratildi. Bu tokenni nusxalab olib, Safa Builder botga kiritamiz. Mana bizning botimiz tayyor. Endi botga kiramiz. Mana botimiz ishlayapti. Bu yerdan statistika, kinolarni yuklash bo'limi bor. Mana kinolarni yuklasangiz, foydalanuvchilarni ko'rsangiz bo'ladi. Xabar yuborish, kanallar, so'rovlar, to'lov tizimlar va bizda mana web panel ham mavjud. Bu yerdan to'liq botingizni boshqarsangiz bo'ladi.